Biznes qilaman deyotganlarga har xil uskunalarimiz bor. O'zimizga kelsalar, Namangan uchun qo'yadi, quyib ko'rsatib o'rgatib qo'yamiz. Bu nima deyotganlarga har bir narsani boshdan oxirigacha tushuntirib qo'yamiz. Ana shuning uchun videoga bitta like bostirib, uka gap yo'q desalar, o'zbeklar padisha qilsa hech narsa bo'lmaydi. Bu termotravertning 2026-yilda eng trendga chiqayotgan narsa. Bu taraf pok bo'ladi, bu taraf tabiiy tosh bo'ladi. Quyosh tushsa ham ichkari rangi o'zgarib ketmaydi. Fasadga juda zo'r bo'ladi. 20 yil, 30 yilga garantiyasi bor narsa. Komplektda nima bor deyotganlarga o'zining vibrastoli bor, 10 kvadratdan qolipi bor, mishalkasi bor, yangi hammasi. Undan tashqari kelasiz, joyimizga 2 kun, 3 kun mehmon bo'lib, o'rganib, ishlatib 100% usta bo'lganingizdan keyin apparat solib ketaverasiz. Sizlarga obed, yotoq joy besplatniy qilib qo'yganmiz. Bu birinchi komplekt endi termometr. Ikkinchi komplekt termopanel. Termopanellar nima bor degan o'zining stoli bor, ikki xil guli bor. Buning komplekt narxi ham $900. Bunda ham termopanel, ham gipс kamin chiqarsa bo'ladi. $900 bunga ham keladi, o'rganib, o'z ustasi bo'lib ketaveradi. Hamma komplektlarimiz yangi bo'ladi. Yana qanaqa biznes bor desa, hozir 2025-2026-yilda gazavol ishlab chiqarish ancha rivojlangan. Xudo xolasa gazavol 10 yil, 20 yil kelajagi bor bizneslardan bittasi bo'ladi. Gazavol komplektlari $1,5 dan boshlanadi. $1,5 komplektda nima bor deyotganlarga, o'zining bochkasi bor, bir tonnali tepasida 110 litr bochkasi bor, suv nasos, pent, suvdachi hamma yo'g'i bor, ikkita qolipi bor. Qoliplarimizni e'tibor berib qolsa, tagida profili 8 ga 4 bo'ladi, 2 stenkada bo'ladi. Ochilib yopish ham 2 tadan emas, 4 tadan qisqich qo'yilgan xomut. Rastor bir tomchi ham oqmaydi. 5 yil, 6 yildan beri qolib yasaydigan svarishlarimiz yasaydi. Xudo xolasa qoliplarga garantiya beramiz. Yo'q, men qolipni o'zini adena kelsa, qolipni o'zini ham qilib beramiz. Qisqasi ikkita qolip bo'ladi, shabloni bo'ladi, arrasi bo'ladi, mishalkasi bo'ladi. Xolasa 220 voltga, xolasa 380 voltga ishlaydigan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka tekin keladi yoki mana shu o'rganadi, xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkasini ham ichida qilib beramiz. Keyin yana hozir 2026-yilda trendga chiqqan qolipimiz gazavol qolip. Bu qolipga gazavol qo'ysam bo'ladi, penavol ham tushaveradi. Polistirovol ham tushaveradigan qolipimiz bor. Bu qolipdan hozir trendga uchun kamligi uchun bor narsalarni shunday aytib qo'yaman. Shu qolipdan 4 ta bo'ladi, mishalkasi bo'ladi, suv yo'nkisi bo'ladi, suv yo'nkisi, suv nasos, pent hammasi bo'ladi. 4 ta qolipdan O'zbekiston bo'ylab $1,500 dastavka, uстановка hamma yo'q ichida bo'ladi. Buni ham xolasa 220 volt, xolasa 380 voltga qilib beramiz. Agar yo'q, menga mayda shuyda apparatlar kerak emas, kattaroq biznes qilaman, 3-4 ta odam ish bilan ta'minlayman deyotganlarga shuni kamerani ko'rsatib qo'yaman. Unaqa avtomat liniya qilib beramiz. Polniy avtomat bo'ladi. Xolasa avtomat liniya, xolasa pol avtomat qilib beramiz. Qisqasi, har bitta ishlab chiqaradigan qolipimizga, narsalarimizga 100% garantiya beramiz. Svarchimiz o'ta mutaxassis. Keyin yo'q, penablok yengilroqdan boshlaganda $8-9 penavol ishlab chiqarsang bo'ladi. Penavolda komplektda nima bo'ladi deganda 3 ta qolip bo'ladi. Kompressor bo'ladi, yangi mikseri bo'ladi, pulsator bo'ladi, lato kolonna bo'ladi. Lato kolonna bu degani kolonna uy burchaklariga qo'yiladi, apalash o'rnatish shart emas. Lato eng tepasiga qo'yiladi, regram deydi. Ustiga shunday armatura qo'yib, beton quyib yuborsa bo'ladi. Buning komplekti yevro komplekt O'zbekistonda $900 bor. Bu Lego komplekt, ip tortmay ursa ham bo'ladi, lippa ursa ham bo'ladi. O'zining teshigi bo'ladi. Beton qo'yib qo'ysalar baquvvatroq bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab $1000 qilib beramiz. Bu ham yevro komplekt. $900 O'zbekiston. Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Qoraqalpoq ham dastavkamiz tekin. Bu Legoni ariqchali Lego bo'ladi. $950 O'zbekiston bo'ylab dastavka bo'ladi. Bu обычный 5-6 yildan qilingan bo'ladi. Buni bitta profili kamida degan ikkita profil qo'yam $820. Bunisi belli bitta profili bor. 6-7 yildan beri quyadigan akalar bor. Ashi misol uchun ashi mashq qolibga o'rgangan. Komplekti $800 O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Bizda keyin yana bitta narsasi bor. Tayyor uskunalar bor. Bizga 500 ming, 1 million, 2 million tushgan zaklatlar kerak emas. Uka apparat chiqaraveradi deb 200 ming so'm zaklat berasiz. Qolgan pulni uyingizga borib qo'yib, o'rnatib ishlatib berganimizdan keyin beraverasiz. Yo bo'lmasa uka lavz mana dogovorimiz bo'ldi. Jo'natavering uka. Quysin, ko'rsin, keyin pulni beramiz. Mana shu deyotganlarga asnaqa ham qilib beramiz. Keyin yana bitta biznes yengil. Bitta telefonni puliga, $300 pulga tomga pena qo'sh apparatni qo'yamiz. Pena generatori bo'ladi, rastor bochkasi bo'ladi, kompressor, mikser bo'ladi. Shu apparatda bir kunda 2 kishi ishlasa ham $1,5 million pul topsa bo'ladi.
Keyin yana bitta narsa bor. Bonda ham pena bo'ladi, ham tona pena qo'ysa bo'ladi. Yo'q, menga penani o'zi kerak, tona pena qo'yib, bekarish paytimiz ozgina ish qilib turamiz, soqqa-poqqa qilib turamiz degan $300 qilib qo'yamiz. Buni ham dastavkani O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Undan tashqari mana bu yerda yo'q narsalardan misol uchun Kalodis, Lato ishlab chiqaraman desa, Kalodis qoplarimiz ham bor, Kalodis qoplarimiz ham ba'zi joylarda misol uchun u ariqchasining bu tarafi bilan bu tarafining farqi bo'lishi mumkin. Bizda mana hammasiga o'zini shablon qo'yib qo'ygan, razmer umuman o'zgarmaydi. Keyin tallari ham bor. Mana ko'ravering, tallarimiz ham через pult orqali boshqalari bitta zada yuradi, bitta zada o'chadi. Keyin yo'q uka, asha gap, avtomat linga qilaver. Chiroyli bo'lsin, kuniga 800 ta, 1000 ta g'isht chiqaray. Bo'lsa kattaroq biznes qilayotgan avtomat linga qilib qo'yamiz. Hammasi через taroz orqali tushadi. Yana hech qanaqa nima bo'lmaydi. Kesilishlar ham avtoreski orqali bo'ladi. Shunaqa ham qilib beramiz. Qisqasi ekrandagi nomerlarga qilsanglar, batafsil yana ham tushunmagan mahsulotlar tushuntirib, gazobloka nima ketadi, penobloka nima ketadi, xomashlar hamma yo'lni o'rgatib qo'yamiz. Faqat bitta iltimos, podдержка qilish uchun bitta like bosib, mana shu videoni ham endi kuchli blogerlarga bo'lmasa ham hech bo'lmasa 5-10 mingta qilaylik. Har safar $200-300 bloger bermay o'zimizni kanalni rivojlantiraylik. Insonda hech qanaqa yaxshilik ketmaydi. Shuni bitta like bosib, omad uka deb yozib qo'yinglar. Agar ilojini qilsak, aytgan narximdan ozgina tushirib berishga harakat qilaman.